Baliq burchini mart oyida nimalar kutyapti? Kelinglar shu mavzuda ko'ramiz. Demak, sizlar bilan Rohiba Taro. Baliq burchlarimiz bizda 19 fevraldan 20 martgacha tug'ilgan kunni nishonlaydiganlar kiradi. Demak, hozirda ko'pchilik baliqlarimiz tug'ilgan kunlarini nishonlashmoqda. Tabriklayman. Xo'p, baliq burchi vakillarimiz xush kelibsizlar. Demak, shaxsiy bog'lanish uchun nomerimni eslatib o'taman. 90 930 0907. Telegram, WhatsAppdan javob beraman. Demak, baliq burchi vakillarini energiyasi mart oyida juda ham yaxshi. Xo'p, baliq burchi vakillarini, demak, shaxsiy hayotda mart oyida juda ham zo'r. Xo'p, baliq burchi, demak, ish yo'llari, pul yo'llari mart oyida. Demak, baliq burchi vakillarimiz nimadan ehtiyot bo'lish kerak mart oyida? Tushunarli. Baliq burchi vakillarimiz xush kelibsizlar. Demak, bu yerda energiyangiz deganimizda всадник kartamiz tasvirlangan. Bu karta bizda energiyada nima deydi? Bu xabar kartasi hisoblanadi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, pochtalyonimiz tasvirlangan bu yerda. Pochta tarqatuvchi, demak, insonimiz tasvirlangan. Bu yerda demak, o'sha xabarlar olishingiz mart oyida juda ham katta bo'ladi. O'sha o'tmishingizdagi insonlar deymizmi? Bu yerda sizga aloqaga chiqish ehtimoli juda ham katta ekanligini ko'rsatadi. Demak, mart oyida hayotingizda o'sha tezlik bilan sodir bo'ladigan voqealar ham kuzatilyapti deb ko'rsatadi. O'sha qo'ng'iroq aytib o'tganimdek, keyin bu bizda yangi o'sha tanishuv, internet tarmog'i orqali deymizmi, mana shunaqa tanishuv holatlari ham bor ekanligini ko'rsatadi. Shaxsiy hayotingiz deydigan bo'lsak, bu yerda demak nimani ko'rishimiz mumkin? Karta medved, kорабль и ребенок kartamiz tasvirlangan. Bu yerda demak bizda o'sha homiladorlar farzandini xudo xohlasa, demak, mart oyida o'sha tug'adi deb ko'rsatadi, yokida juda ham demak homilador bo'lish ehtimoli bu yerda katta agar farzand kutayotgan bo'lsangiz. Demak, karta medvedimiz bizda nimani anglatadi? Bu bizda juda ham kuchli ta'sir o'tkaza oladigan, himoya qila oladigan yigitimizni kartasi hisoblanadi. Demak, biz ko'rishimiz mumkin o'sha munosabatlardagi insoningiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha yigitimiz deymizmi, eringiz deymizmi, sizni o'sha himoya qiladi deb ko'rsatadi bizda bu karta. Karta kорабль esa bizda demak munosabatlardagi insoningiz bilan qanaqadir bir yo'l safari ham bo'lishi mumkin ekanligi to'g'risida ogohlantiradi. O'sha munosabatlardagi xotinlarmi yoki o'sha chetga safarga otlanayotgan demak baliqlarimiz ham bor deb ko'rsatadi. Shaxsiy hayotda demak ko'rishimiz mumkin. Bu yerda tinch bo'ladi oilali munosabatlardagi insonlarimiz bilan. Demak, yolg'iz ayollar yolg'iz qizlarga nima deydi? Internet tarmog'i orqali tanishib qolishingiz mumkin. Ya'niki karta kорабль bizda masofani ko'rsatadi. Ya'niki uzoqdagi inson bilan tanishuv bo'lish ehtimoli bu yerda juda ham katta baliq burchi vakillarimizga. Mana shu demak undan keyingi karta ребенокimiz esa bizda o'sha yangi boshlanishni, yangi demak munosabatni ko'rsatadi. Yolg'iz baliqlar, yolg'iz ayollar, qizlar demak sizni bu yerda o'sha internet tarmog'i orqali uzoqdagi inson bilan tanishuv holati bu yerda juda ham katta deb ko'rsatadi. Demak, ish yo'llari, pul yo'llari deganimizda karta женщина, разведка и karta сачет. Bizda demak bu karta женщина sizni ko'rsatayotgan ham bo'lishi mumkin. Demak, ko'rishimiz mumkin yoki o'sha hamkoringizmi, demak klient deymizmi, agar savdo sotiq, usluga mana shunaqa holat bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bizda demak klientlaringiz ko'proq ayollardan iborat bo'ladi deb ko'rsatadi. Ishlaydiganlarga bu karta nima deydi? Ayol kishi, ayol baliqlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, demak ish bilan bog'liq qandaydir bir tanlovda turasiz. Ikki yo'lni ko'rsatadi. Ya'niki sizga o'sha yangi ish joyidan taklif deymizmi, mana shunga o'xshash holatlar bo'lishi mumkin deb ko'rsatadi.
Karta sadimiz esa bizda demak judayam mana nurli karta ekanligini ko'ryapmiz. Ya'niki bu bizda o'sha orzu umidlarimiz ushalmish holatini ko'rsatadi. Demak, naqadar bir o'sha ishingizda tanlovda turasiz. Bu ishda qolaymi yoki yaxshiroq taklifni olaymi? Mana shunaqa demak tanlov holati bo'lishini ko'ryapmiz. Keyin o'sha ishlaydigan insonlarda qandaydir bir tadbir holatlari ham kutilayotganini ko'rsatadi ishida. Bu yerda ishingizda judayam bir krizisli yomon holatlar yo'q. Bu yerda ishingizda judayam bir uzil-kesil, dushmanlik, unaqa holatlar ko'rilmayapti, yo'q. Ishingizda ishlaydiganlarda spokойно и qanaqadir bir xursandchilik, kichik bir tadbirlar deymizmi, mana shunga o'xshash holatlar bor. Ishsizlarga bu karta bizda tanlovni ko'rsatadi. Demak, ikkita o'sha ish o'rtasida tanlov qilib ishga kirishingiz bor bu yerda baliqlar. Xo'p, nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak deganimizda karta sabaka tushyapti. Bu bizda demak kimgadir judayam ortiqcha ishonib yuborishlikdan ehtiyot bo'lishingiz kerak. O'sha do'stingiz deymizmi yoki tanishingiz bilan tushunmovchilik holati bo'lishi mumkin deb ogohlantiradi. Kimdir o'sha sizdan yoki yordam so'rab sizga o'sha qo'lingizdan kelmasa, misol uchun o'sha yordam berishingiz xafa bo'lib qolishi mumkin deb ko'rsatadi. Demak, bu yerda nimadan ehtiyot bo'ling deganimizda, o'sha hammaga ham demak siringizni aytavermang deb bizga kartalarimiz ogohlantirish bermoqda. Xo'p, demak, sizlar bilan ro'yxatdaro bo'ldi. Qolgan burchlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, demak, hamma burch vakillarimiz profilimga, kanalimga уже joylangan.